Xo'p, hurmatli do'stlar, navbatdagi obzorimiz bo'ladi. Bugun 5-mart 2025-yil 2 xonalik yangi remonti va hamda barcha sharoiti bilan Samarqandning yaxshi hududidan 2 xonalik kvartira topib ber deganlarga zo'r variant deb o'ylayman. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. Katta oyna qo'ygan ekanlar. Hop, kirib bo'lishda chap qo'limizda sanuzelimiz bo'ladi va alohida bo'lgan xonalarimiz joylashgan ekan. Hop, yevro montaj qilgan ekanlar. Svetni va o'zi sanuzelimizdan boshlaymiz. Birlashgan hamma sharoitimiz bor va yoniga koridor bilan oshxonaga kirib boramiz. Oshxonamizda ham hamma sharoitlarimiz bor. Bitta xolodilnikni qo'yib ishlatamiz. Devorga qaralgan, tinchgina joyga joylashgan, domimizning o'zi ikkinchi qatorda joylashgan. Barcha derazalarimiz akfa plast 2 qavatli oynadan qilingan ekan. Xonalarimizni ko'rishni boshlaymiz. Shu o'rtada mehmonxonamiz bo'ladi, yumshoq mebellarimiz bor ekan. Televizor shu xonamizda bor ekan. Ukrainskiy pechkamiz ham bor. Mana bu balkonchaga ham yumshoq mebellarni qo'yganlar. Devorni bir ko'rib o'tamiz. Mana devorimiz. Partiyest hududi Orientir Phoenix kafesi. Katta ko'chadan ikkinchi qatorda joylashgan domimiz. 4 qavatlik eski domlar. Birinchi qavatda 2 xonalik kvartiramiz bo'ladi. Burchakda joylashgan kvartiramiz aytib o'tish kerak. Shu ikkinchi xonamiz, kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham ukrainskiy hamda televizorimiz bor ekan va kattagina shkaf qurgan ekanlar. Kerakli mebellarimiz bor. Ana shunaqa variantimiz sotuvga chiqdi. Hurmatli do'stlar, Samarqand shahar Partiyest hududi eski 4 qavatli binolarning birinchi qavatida 2 xonalik kvartiramiz sotuvga chiqqan. Xo'p, burchakda joylashgan ekan kvartiramiz. Narxini 52 ming deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Bunaqa yaxshi sharoitdagi uylarni har kun ham ko'ravermaymiz.